Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika millət vəkilləri Xitayning kun sayın küçüyotqan təhdidi ostida dövlət müdafiə tarmaqlarının iqtidarining urush asosidan halqib ketish kerakligini aytgan. New York pochtasining 20 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, dövlət müdafiə qurollarini ishlab chiqaruvchilarning 5 burchaklik binoning ehtiyojini qondira olmayotgan Xitoyning tahdidi kun sayin kuchayotgan ahvol ostida Amerika Avam palatasining tor uchur texnikasi va yangilik yaratish tarmoq komitetining boshlig'i Mike Gallagher chorshanba kuni davlat mudofaa sanoati rahbarlariga tinchlik mazgilidagi mavjud ishlab chiqarish sur'atidan voz kechib, mavjud urush qilish iqtidoridan olqib ketish kerakligini aytib, biz Tinch okeandagi urushning oldini olish safarbarligi qilmadik. Uzun manzillik urushda eng yuqori ishlab chiqarish nisbatiga o'tmadik. Xitoy Amerika bilan urush qilishga tayyorlanadi. Biz havo armiyasi sekretarining ogohlantirishiga astoydil muomala qilib, Xitoy bilan bo'lgan urush 3-dunyo urushining oldini olish masalasiga jiddiy qarasak, 5 burchaklik binoning tinchlik saqlash iqtidoridan olqib, urush vaziyatiga uyg'un iqtidoriga o'tkili bo'ladi. Urushdan saqlanish uchun urush qilish asosi bo'lish kerak degan. COVID-19 yuqumi mezgilidagi ishlab chiqarishning ostilishi va Ukrainani Rossiyaga qarshi urushga ehtiyojli ashyolar bilan ta'minlash tufaylidan to'salg'iga uchragan mudofaa bazasi 5 burchaklik binoning kun sayin ozayotgan qurol zapasini to'liqlay olmagan ekan. Amerika Cumhuriyetçi Prezident kandidati Vivek Ramaswamy payshanba kuni Chiyoda qilgan so'zida iqtisodiy masalalarni davlatning bexatarlik qayg'ulari bilan taqsimlashtirganligini aytib, Sodada Xitoydan ayrilish orqali Xitoy Kompartiyasiga qarshi turishga aloqador 4 moddalik planni o'tirg'a qo'ygan. New York vaqti xabar torining 21 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, Cumhuriyetchilardan muhim o'qituvchilarning ba'zilari Xitoyning hujumiga tamojna beji orqali qarshi turishning signalini bergan. Buning ichida sobiq prezident Donald Trump bor ekan. Ammo ko'pinchilari Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatining buzilishini xohlamaydiganligini aytgan. Ramaswamy Amerikaning hozirgi raqibining Xitoy ekanligini, Beijingning Amerika amaldorlarini inson haqlari dafsanchiligi bilan ayblaganligi uchun qistaganligini, o'zining bozorga erishish va pullarini amerikaliklarning o'ziga o'xshashi uchun qo'llana oladiganligini his qilganligini, Xitoydagi amerikalik tijoratchilarga inson haqlari dafsanchiligiga ko'z yumish to'g'risida besim qilganligini, Amerikani tanqid qiluvchilarni qizg'in qarshi oladiganligini, Xitoyni tanqid qiluvchilarni bozorga kirgizmaslik uchun sepil so'qqanligini aytgan. Nike'ning Uyg'urlarni qul qilish emgaki ishlatganligini ayblab, Xitoyning qilmishining Germaniyaning 3-Reyxdan keyingi insoniyat duch kelgan eng og'ir inson haqlari zulmi ekanligini aytgan. U oldingi Cumhuriyetçi saylov munozirasida klimat o'zgarishi kun tartibi bir aldamchilik degan. Vivek Ramaswamyning birinchi plani oz uchraydigan tuproq mineral moddalarini import qilish uchun Hindiston, Braziliya va Chili qatorliq davlatlarga yuzlanishni o'z ichiga oladi ekan. Bu davlatlarning ko'pinchisida nurg'un elektronlik mahsulotlarning muhim tarkibiy qismi bo'lgan yerim o'tkazgichga ehtiyojli litiy zapasi bor ekan. Ikkinchi plani bultur e'lon qilingan CHIPS qonunini nishon qilish. Bu qonun yerim o'tkazgich ta'minlash zanjirining bexatarligiga kafolatlik qilish bilan bir vaqtda qayta hosil bo'ladigan energiya tashabbusini ilgari surish uchun CHIPS shaklida o'zgartirilgan yeshil yangi kelishim ekan. Uning 3-chi plani bo'lsa, Amerika armiyasining strategik ta'minotda Xitoyga tayanishchanligini oxirlashtirish, Ukrainadagi urushni o'z ichiga olgan chet elning aralashishi, tajovuz qilishini cheklash. Eng oxirgi plani bo'lsa, dori bilan ta'minlashda Amerikaning Xitoyga bog'lanib qolishini cheklash. Uning o'rniga Isroiliya, Hindiston va boshqa davlatlar bilan bo'lgan savdo munosabatini kuchaytirish ekan. Hurlikka muntazir asorat shuuri. Abdurid Burhan Muhammad. Qandaqla bir mustamlikachi o'z mustamlikasi ostidagi xalqqa bir narsani sunayotgan bo'lsa, shundaqla buni go'yo lutfi ihsondek ko'z-ko'z qilayotgan, chiroyli ko'rsatayotgan bo'lsa, demak, bu uning mazkur xalqqa badal tuylatkizish, taqdim qilayotganda ko'ringan narsa o'rniga badal bo'lishga yaraydi deb qaragan yana bir narsani tortib olish. Xalqni elib olingan u narsadan aloqasini uzdirish, uni unutuldirish uchundir. Chunki mustamlikchilikda bir narsa taqdim qilinmaydi, balki qattiq yoki yumshoq usulda tengiladi. Farq qilmoq kerakki, agarda mustamlikchining sunayotgani sunniylik bo'lsa, torta olmoqchi bo'lgani tabiiylik, soflikdir.
Taqdim qilayotgani yasalmalik bo'lsa, sug'ura olmoqchi bo'lgani aslilikdir. Demak, mustamlikchi kuch bir narsani quloqqa o'qiyverish orqali ko'p takrorlab yod qilib o'tmoqchi, izlab ichirib o'tmoqchi bo'lsa, qarshiligida yo'qolishini va unutilishini istayotgani uning qarama-qarshisidagi aslilik va haqiqiylik bo'ladi. Mustamlikchi kuchning bizga to'xtamay talqin qildirib kelgan Şinjan ozod bo'lgandan keyin, ozodlikdan keyin degan so'zlarni umumlashtirib o'tishi va bizning har qatim anglagandagi qarshilik ingimizda mazkur teshpal-pal ichiga olgan so'zlardan benormallik his qilmas bo'lib ketishimiz, aks ta'siri ko'rilmasdan anglagancha yumshab ketishimiz, zehniyatimizga qilchilik aks ta'sir elib kelmaydigan darajada normal anglanadigan holga kelishi qatorliqlar amaliyotda aslidagi haqiqat o'rniga safsatini, reallik o'rniga sunniylikni, tarix o'rniga safsatini dastatish planlarining amaliyati va muvaffaqiyatlarining mahsulidir. Amaliyotda anglashqa go'zal, ammo realligimizda o'rni yo'q bo'lgan mazkur atalmish ozod qilinganlik afsonasida millatning har zaman esidan chiqarmasligi kerak bo'lgan avloddan avlodga tutashtirib o'zini o'yg'oq tutishga, qarshisidagi mustamlikchilar oldida sakaklikni oshirishga xizmat qiladigan asorat ostida yashayotganlik, asrlik vaziyatida ekanligidan iborat asli shuurni, vijdoniy o'yg'oqlikqa undiguchi haqiqiylikni zihinlardan o'chirib tashlash, ong va tuyg'ulardan supurib yo'qotish maqsad qilingan. Hamda bu orqali xalqning mustamlika ostidagi real vaziyatini idrok qilib qilishning, mustamlikchilarning qilayotganlarining ichki yuzini tushunib qilishning oldini olish ko'zlangan. Mana bu nuqtalar aniq bo'lgan vaqtda bizni o'z tilsimlari bilan maftun qilishga chaqirayotgan afsonalari orqali ong tasavvurimizni istaklari tomon yo'naltirishda o'ng'ayla qoyillik kuchimizni qo'lga keltirishda rol o'ynab kelgan va bo'ynimizga absurlik tumor kabi esib olishimizni, kuy qilib o'qishimizni, xo'r bo'lib tankash qilishimizni talab qilib kelgan atalmish ozod qilinganlik safsatasining asli muddaosi g'arzmi aniq bo'lishga boshlaydi. Shundaqla mazkur safsatining aslisining mustamlikchilar so'ndirib kelayotgandek emas, balki uning aksicha ekanligi. Sunniyning o'rniga aslida bo'lishga tegishli shuurning atalmish ozod bo'lganlik shuuri emas, balki asorat ostida qolganlik shuuri ekanligi ma'lum bo'ladi. Ushbu asoratda qolganlik shuuri zihnimizda o'rin tutgan muddatcha ozod qilinganlik afsonalari o'z xosiyatini yo'qotishga mahkum bo'ladi. Ong tasavvurimizmi bizga sunniy tuyg'ularni ishlab chiqarishni to'xtatadi. Aksicha yo'limiz va manzilimizni soxtalik ustiga qurib, o'z-o'zimizni aldab o'tishni bas qilishga chaqirdi. Sunniy xiyollar qurshovida gangiramaslik kerakligiga, irodamiz va g'oyamizni mustamlikchi kuch oldida taslim qilishga bo'lmaydiganligiga, uning oldida har qachon ojiz ekanligimizni tan olib, yuvoshlashimizning hojatsiz ekanligiga undaydi. Shundaqla ko'rayotgan kunga xo'sh bo'lib, izchil mustamlikchilarga itoatkor qullar darajasida ko'rinib o'tib ketishdan uzil-kesil bo'lishga rag'batlantirib turdi. Darhaqiqat, asoratda qolganlik shuuri biz uchun mustamlikchilar yasab bergan atalmish ozod qilinganlik nomidagi sunniy afsunlarni ishlamas qilishga yaraydigan iddiviy zaharlarning ta'sirini qaytaradigan tiryoqdir. Shundaqla u bizni ichida asir qilib tutib turayotgan zehniy lagerlardan qutulib chiqib ketishimizni ta'minlaydigan, zehniy asirlik zanjirlarini chaqib tashlashimiz kerakligini tunutadigan aynakdir. U engimizga mahkam o'rnaydigan, bizga mahkumligimizni his qildirib, shirin tush deb xiyol qilib qolganlarimizning aslida o'zimizning tushi emasligini, mustamlikchilarning bizga ko'rsatayotgan tushlari ekanligini eskartib turdi. Mana bu ma'nolarga yo'g'rilgan asorat shuuri biz uchun uyg'onish danglarini urish kerakligini pichirlab turg'uchi undak, birovlarning qo'lida ishlab chiqarilgan ozod bo'lganlik afsonalariga merob bo'lib ketishimizga to'sqinlik bo'lib turg'uchi reaksiya. O'z irodamiz va jasoratimizga tayanib, ruhiy qulluqdan qutulib ketishimiz kerakligini tanbihlovchi ogoh, hamda hur vatan va hur davlat qurib chiqishimizning zarurligini talqin qilib turg'uchi signaldir. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.